Hammaga salom. Kecha bittasi menga O'zbekiston ramzlari haqida nima deysan deyishdi. Ramz o'z aslida 3 ta narsa bo'ladi: bayroq, gerb va madhiya. Mening bayroqqa hech qanday pretenziyam yo'q. Bayrog'imiz juda ham chiroyli va juda ham go'zal. Va eng qizig'i, haligi arab sevarlar bor. Bunday qilib yozsang Alloh degan nom chiqadi deydi-ku. Ya'ni bu gapni ularni jasliqqa jo'natgan Karimov haqida gapirish juda noto'g'ri, chunki Karimov hech qanday Alloh degan tushunchaga ega bo'lmagan. Karimov bo'lganligi svetskiy deydi-ku, zamonaviy odam bo'lgan. Hech qanday dindan xabari ham bo'lmagan, qisqasini aytganda. Shunday ekan, gerbga keladigan bo'lsak, gerbga seriyozli mening pretenziyam bor. Nima uchun pretenziyam bor? Gerbdagi humo qushini yeriga bitta ola hakkani qo'yib qo'yish, bitta qarg'ani qo'yib qo'yish, haligi vinosliy deydi-ku, qo'yib qo'yish biroz mantiqli bo'lardi, chunki humo qushi Ahamoniylar davlatining ramzi bo'lgan. Ahamoniylar Eron davlati bo'lgan. Shunday ekan, biz Eron davlatining ramzi bo'lgan bir qushni gerbga qo'yib qo'yishimiz meni nazarimda bir haligi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki mana qaranglar, Ibn Sino, imom haligilar Buxoriy, imom Termiziy, haligi Ahmad al-Farg'oniy, Farobiylar misol uchun Farsi tilda yozgani uchun hozir tojiklar bu biznikiydi degan bir pretenziya qilyapti bizga. Endi tasavvur qilinglar, oradan 1000 yil o'tadi, 1000 yil o'tadi va bitta Eronlik chiqadida, mana deydi, sizlar Eronliklardan tarqagansizlar, mana sizlarning gerblaring deb bizga pretenziya qilishi mumkin, biz kelajak avlodga. Shuning uchun men shaxsan gerbni o'zgartirish tarafdoriman. Tim bo'li u yerga paxta bilan bug'doyni qo'yib qo'yish u ham bir mantiqsiz narsa, chunki kechirasizlar, tarixda eng ko'p bizni qiynagan mana shu paxta siyosati bo'ladi. Ya'ni paxta siyosatini bir milliy madaniyatga olib chiqish va eng qizig'i paxtakorlar deydi-ku, paxtachilar, paxta qo'yish deydi-ku, haligi podxodchilar. O'shalarning bir haligisi ramzi bo'lgani uchun men shaxsan paxtani qo'yish tarafdori emasman. Biz chiroyliroq, undan chiroyliroq bir gerb qilishimiz mumkin edi, shaxsan. Даже oddiy misol bitta ot va bitta kamon ushlagan odam qilsak ham biroz mantiqli bo'ladi. Ya'ni eski haligi Seljuqiylar haligisi bor-ku, bunday bayrog'idagi kamonyoy. Shunday qilish ham mantiqli bo'lardi, chunki sal bo'lsa ham bir madaniyatimizga bir yaqin bir haligi bo'lardi. Shuning uchun men shaxsan gerbga nisbatan seriyozli bir pretenziyam bor, chunki Ahamoniylar davlatining ramzini hech bir men sevmayman. Men avvaldan tushunmaganman. Bu haqda o'qiganimda даже hayron qolganman. Ya'ni boshqa bir to'g'ri turist bir narsa topolmadimikan deganman. Madhiyaga keladigan bo'lsak, madhiyamiz ham основной SSRda madhiyasi. SSRda ham o'sha assalom rus xalqi, ulug' og'amiz deb boshlangan-ku. Xuddi o'shani faqat haligi Abdulla Aripov muzikasini o'sha tekstini o'zgartirgan bo'ldi, boshqa hech narsa qilmagan. Shunday ekan, madhiyaga bir pretenziyam yo'q, chunki eski gimn ham yaxshi edi. Endi eski gimn biroz haligi ruslarga paxta qo'yish edi. Endi hozirgi gimnimiz biroz chiroyli aytilgan. Gimnga hech qanday pretenziyam yo'q va eng qizig'i bizning gimnda o'sha vaqtda bir qancha davlatlar, Belaruslar ham, qozoqlar, RFSR, o'sha Rossiya ham biz o'sha Mutal Burxonovning muzikasi bilan gimn aytishgan. U bizga biroz faxr hisoblanadi, lekin imенно gerbga keladigan bo'lsak, menda какой-то pretenziyam bor. Chunki bu biroz mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Mana misol uchun Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham bayroqlarini biroz bo'lsa ham o'zgartirish kerakdi, to'g'rimi? Shunday ekan, gerbga o'zgartirish kiritish mumkin va bu absolyutno по закону. Agar mabodo biron kun prezidentimiz haligi qilsa, gerbni o'zgartiraman degan bir referendum qilsa, yo bir qaror qilsa, yo farmoyish qilsa, men shaxsan buni podдержка qilaman. Chunki bu aqlga, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ahamoniylarning ramzi bizga hech qanday bir mantiq bermaydi.